Javlonbek bilan uchrashdik, xudo xolasa. Bir oy deganda. Bundan bitta kontent qilamiz, ko'rishib qolsak. Daf. Biz bu bola bilan o'tgan yil intervyu qilgandik. Fransiyada ko'rishib qoldik. Oldiga beraymi? Qirg'izistonlik Javlonbek. Asosdan mazur. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Ay kameralaringizdan sizni. Bormisiz? Bismillahirrohmanirrohim. Oho. Amerikanskiy bu. Amerikanskiy, Merska qaraganda ichi katta buni. Ha, yo zo'r ekan, bitta shogird olibmi? Uylangan yosh oilalar bo'lsa, Ikki kishi ham sig'amiz, spaganlar kattaligini. Spo'yni sig'adi ikki kishi ham. Assalomu alaykum Javlon. Assalomu alaykum. Sog' yaxshisiz? Bormi? Ishlar bilan. Yaxshi, xudoga shukrlarchi. Xudo yaxshi. Daf XC qanaqa ekan? Taassurotlaringiz? XG yaxshi aka. Zo'r mashina ekan. Yili yangi 2026 aprelda 7sida chiqqan. 10,000 kilometr yurgan bor yo. 10,000 chaqirim bosdi endi. Saudingizga kelib ishlasangiz bo'ladimi? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Конечно bo'ladi. Nima bo'lmaydi? Kelsin, ishlasin. Ishlasa bo'ladi. Rizqi bor odam kelaveradi. Ish bo'la aka, oq yo'l. Rahmat, amin. Yaxshi. Sog' bo'ling. Bo'pti. Ketdik bo'lmasa. Bu yog'i bos. Javlonbek bilan uchrashdik, xudo xolasa. Bir oy deganda. Bundan bitta kontent qilamiz, ko'rishib qolsak. Daf XC'da. Mana bu yerda o'zi o'tiribdi. Ufalar. Bu chetyapti hozir. Endi IC motor bor ekan. Adbulni qo'yib o'tsak bo'ladi ekan. Yer yaqin yuradi ekan mashina. O, smaytchilar osilib turibdi pritsepida. Потом до кольца развязки. Воспользуйтесь третьим валютом. Iye. Bitta tor bo'lmasa bu yer. Pas, автомат все o'tadi. Hafta vashli, mana o'rtasida ro'sa. Hamayerda joy bor ekan, tikon deganki. Javlonbek kelyapti. Biz bu bola bilan o'tgan yil intervyu qilgandik. Voy. Tanidingizmi bola? Fransiyada ko'rishib qoldik. Oldiga beraymi? Bo'ldi. Hozir intervyu qilamiz yana. Saudingiz avtotransportni yangi mashinasi, yangi haydovchi. Qirg'izistonlik Javlonbek. Asosdan mazur. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Ay kameralaringizdan sizni. Bormisiz? Qanaqa nasos? Video degan. Ha. Bo'ldi, men qo'yib yuboray. Bo'ldi, qo'ying.
Air 700. Ana. Javlonbekni uchrashdik. Xudo xolasa. Shu DAF XG Saudingiz avtotransport kompaniyasi olishni boshladi xudo xolasa. Biza orzuyimizdagi mashinalarning bittasi bu. Bu manaki Mercedes. Fransiyaning eng yil mashina. Mega 480 ot kuchi. Hyundai'larning kamerasi bor ekan. Presif ham top-toza. Kesib ketishibdi. Tent kesdi lan. Roy. XG. Bismillahirrahmanirrahim. Oho. Amerikanskiy u. Amerikanskiy Mersga qaraganda ichi katta buni. Ya zo'r ekan bitta shogirdni olibman. Uylangan yosh oilalar bo'lsa, Ikki kishi ham sig'amiz, spokanda kattaligini. Spokойно sig'adi ikki kishi ham. DAF bilan DAF ekan baribir. Mana kamera. X. Bu pardasi mushaytonmi yo'q ekan mana. Xga tusharkan bu. Mana uni Assalomu alaykum. Xudo xolasa yana DAF mashinasidan o'tirib ko'rdik. Javlonbek sababchi. Ikkinchi marta ko'rishdikmiz Javlonbek bilan. Assalomu alaykum Javlonbek. Assalomu alaykum. Sog' bo'lasiz? Hormay ishlar bilan. Yaxshi, Xudoga shukrlarchi. Xudo yaxshi. DAF XG qanaqa ekan? Taassurotlaringiz? XG yaxshi aka. Zo'r mashina ekan. Yili yangi 2026 aprelda 7sida chiqqan. 10,000 kilometr yurgan bor ya. 10,000 chaqirim bosdi endi. Xudo xolasa biz ham niyat qilib turibmiz. Siz orqangizdan yetib olish uchun yangi mashinalarga. Yetinglar aka. Yana ichki ekan, Mersga qaraganda ancha bu. Oldin Javlonbek bilan Mers qabul qilgandik. Ha, U endi Venetsiyada ko'rishgandik adashmasam. Venetsiyada birga mashina topshirgan edi. O'tgan yil. Yangi mashina 2 kishilik oila bilan yashasangiz zo'r ekanlar. Shogird olib yursangiz ham zo'r. Ispaniyalar katta. Bu yerdan ligirovka qilasiz hamma. Zo'r. Lyuklari bor. Unda shu staj konditsioner qo'yishmoqda. Konditsionerini sovuqqa qo'ysangiz sovuq havo ham yuboradi deb eshitdim. Shu rostmi? Bu nima konditsioner? Avtonomkani. Sovuqqa qo'yib ko'rdingizmi? Yo'q, hali o'shani qilib ko'ring. O'qib ko'ringchi, bekasi. Avtonomkasi. Avtonomka ma'munda aka. Ma'munda gradusda bunday qilasizda. Ma'mun qo'shasiz. Qo'shildimi? Yo'q, qo'shilmadi. Значит, yolg'on ekan. Lo bor ekan lekin lo. Endi skors bor, hamma yo'q bor. Просто bu qo'shilish kerak. Unda nimani tashqarida havoni yuboradi demak bu. Tashqarida ham ventilyator. Eng sovug'ida hech narsa yo'qda. Undan ko'ra men 24 ni например qo'ysangiz 24. O'shanda issiq bo'ladi. Tushunarli. Mers, eski Mers 2014-yil ishlab chiqarilgan. Figachisi 2023. Pritsep 2014 ekan. 2014. Aynen. Urib so'qib yuraverasiz bilan menimcha unda. Unda jicha chizib olsangiz ham qiynaydi. Tega topshirayotganda. Amca mashinalar yo'qsa bo'lar ekan, kameralar yo'qsa bo'lar ekan. Kichkina zo'r ekan. Ixcham. Ani ostidagi kamera nimaniki bilmadim hali ham. Yo'q. Bu avtonom keyin ishladi. Qiziq oldi-da, o'sha gradusda olib chiqib. Kuydirib olar ekan qizdir. Shu 12 voltligi yoqmadi menga. 24 volt yo'q ekan, to'liq 12. Bitta minus taraf shumi endi 24 volt yo'q. Ha, 24 yo'q, 12. Nimani tifalda ishlatolmayapman uncha. Tifalim 24 volt edi.
Bunda to'liq 12 volt ekan. Shans qilyapti. Fransiyani mashinasi ham. Yengil 45 minut to'xtadik. Hozir endi yuramiz, xudo xolasa. Parkingga kirsak qo'yishmadi biza deb qo'ying. Parkingga kirgandik, meniki ADR bo'lgani sababli yonuvchi mahsulot, batareya olib ketyapman. Shuncha kirgizmadim. ADR mumkin emas ekan. Parkingga kirgizmayman, bunaqa lesnikda qolib ketdi deb qo'ying. 45 minutga bo'laveradi endi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozir pastga tushib bitta selfi qo'yamiz. Javlonbek bilan xudo xolasa birga ketish ehtimolimiz katta. Havoda bo'lib qolsa, Xudo xolasa. yana videolar qilaveramiz. Saudingizga kelib ishlasangiz bo'ladimi? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Ne, конечно bo'ladi. Bunday bo'lmaydi. Kelishsin, ishlashsin. Ishlasa bo'ladi. Rizqi bor odam kelaveradi. Saudingiz oldin DAF XC olish ehtimoli yo'q edi, lekin biz o'ylamagan joyda XC olib qoldi. U mana Yevropaga birinchi qiziqishim shu XC dan boshlangan. Photoshopda ishlab ko'rganman. Shuni xudo xolasa asta-sekin erishyapmiz niyatlarimiz. XC'dan qiziqqanmiz bu. XC'dan eng kattasidan o'zi full. Asta-sekin odamzod harakat qilsa bo'laveradi. Xohlasangiz mendan bir hafta oldin tushing, men bilan adashasiz, sekin minasiz. Yo'q, men O'zbekistonga ketaman. Ha, O'zbekistonga ketamiz, xudo xolasa. yaxshi aka, xudo xolasa. Beradi, sizga ham aytaman. Bu bolaga ham yangi mashina beriladi deb. Javlonbekni uzatib yuboryapmiz. Men oldin chiqib ketaman, bu orqamdan yuradi. Ish bo'la aka, oq yo'l. Rahmat, amin. Yaxshi. Sog' bo'ling. Bo'pti. Ketdik bo'lmasa. Bu yog'i bos. Ya Allah. Hoppa.